Respublikamiz bo'ylab ekologik barqarorlikni saqlash maqsadida tungi reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Natijada bugun ko'plab tadbirkorlar issiqxona xo'jaliklarida maxsus filtrlarni o'rnatgan, biroq hali ham belgilangan normalarga amal qilmayotganlar topilmoqda. Ayni shu maqsadda o'rganish ishlarining navbatdagi manzili Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumani bo'ldi. Tafsilotlar jarayonlarida bevosita ishtirok etgan muxbirimiz Mirzolim Rustambekov reportajida. Bugun ekologik vaziyatni barqaror saqlash davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifalardan va ayni shu maqsadga qaratilgan tungi reyd jarayonlari davom etmoqda va ayni damda biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Obod mahallasida joylashgan issiqxona xo'jaliklarining biridamiz va ko'rishingiz mumkin, issiqxonada mana shunday filtrlar o'rnatilgan va qozonxonada ko'mirdan foydalanib kelinadi. Ko'mir o'zidan yonganda ko'p uglerod zarrachalarini chiqarishi hisobiga filtr o'rnatilishi zarur va tadbirkor ham mazkur ekologik talabni o'z me'yorida bajarib kelmoqda. Issiqxonada hozirgi kunda limon yetishtirilyapti. Ikkinchi hosil qilib yana tagiga bunaqa ekib qo'yilgan. Maydoni qancha? Maydoni o'sha teplitamiz 50 sotik. Filtr shu oktyabr 15-ida o'rnatganmiz. Noyabrda o'sha filtrni ishlayotibdi. Bir kunda endi hozir kechagi kunduz 400 kilo, 500 kilo, endi qattiqroq sovuqda 800 kilo 1 tonnagacha yoqiladi. Ana qayta ishlanadi. Filtr unga ham filtr qo'yganmiz suvni aylantirishga ham. 1 tonna suv 20 kun 1 oy almashtirmasdan ishlataveramiz. Biz 15 kun 20 kunda bir suvni almashtirib turamiz, ichlarini tozalab. Yangiyo'l tumanidagi reyd jarayonlari davom etmoqda va biz navbatdagi lokatsiyadamiz va bu issiqxona xo'jaligi reyd tadbirlarining dastlabki kunlarida faoliyati o'rganilgan va ijobiy baho berilgan edi. Ammo bugunga kelib tadbirkorning mas'uliyatsizligi sabab ko'rishingiz mumkin, qozonxonaning o'zida ham kirib bo'lmas ahvol. Biz bu issiqxona faoliyati o'rganilgan deb bugungi reyd tadbirlarida qoldirib ketgan edik, ammo uzoqdan ham issiqxonadan chiqayotgan zararli tutun aniq ko'rinib turgani uchun bugun yana ushbu issiqxona faoliyatiga to'xtalamiz. Ya bu filtr tozalangan payt shunaqa bo'ladi o'zi. O'zi qanchada tozalaysizlar filtrni? Filtrda har 6 soatda tozalaymiz. Bu holat ko'p davom etmaydi, mana yaxshi bo'lib qoladi. Где-то yarim soat, 40 minutda. Lekin biz hududga kelganimizga 1 soatdan oshdi.